kontraktimiz tugagandan keyin qo'limizga grajdanskiy uy joy nima sharoit qilgan. Men qandaydir shu Rossiyaga yurgandim va xudo xolasa borgandan keyin onamni olib kelib Polga Rossiyada qolmoqchiman. Keyin ham o'zim bojam ham keldi. U urushda olamdan o'tdi urushda. Keyin eshitsam ustiga plita tushib olamdan o'tdi. Nima bo'lsa bo'ldi, olamdan o'tdi. 6 kishi edik, 4 o'zbek, bir Qozog'istondan, bittasi shu Rossiyalik edi. Bordik, aytilgan joyga yetib borolmadik. 2 odamni yo'qotdik, yo'q bo'ldi. 3 ta raningni qaytarib keldim. Endi urushda har nima bo'ladi. Ko'rdik o'liklarni ham ustida yurdim. Endi peshonangizga yozilgan Allohim mana yozibdi, mana tirik sog' salomatman. Kimdir keldi, tirik oyog'i yo'q bitta. Kimdir qo'li yo'q, kimdir bir joyi og'riydi. Bu günü қатар есептелінбейді исламда, sizin bağımızda. Siz qanday ойлайсыз? Nima bu? Har inson qanday desam sizga, qanday tushuntirsa? Bu siz aytganingiz odamlarni o'ldirish uchun nima qilib bordi? Bu narsa gunoh. Gunohga hisoblanmasa kerak. Тысячи выходцев из Центральной Азии оказались на фронте. Большинство из них – граждане Узбекистана. Уже больше года Гулямджон находится в плену в Украине. Он согласился рассказать, как обычная жизнь постепенно привела его на войну. Саламатсыздар ғой. Сіз бізге интервью беруге мақсатсыз бұл? Разумын. Анда чығарабыз, бұйырса ошол. Сіз сөзіңізді танышып кетсеңіз. Мен Адизов Гуламжан Нишанович. Гуламжан мырза, сіз сөзіңіз бойынша айтып кетсеңіз, қайсы жерден болосыз, қайсы жерде туылғансыз, қайсы жерде өскенсіз, ошол бойынша айтып берсеңіз. Ben Özbekistan'da tug'ilganman, Chirchiqda, Toshkentda. 1985-yil 11-noyabrda. Hozirgi vaqtda men Sirdaryo viloyati Guliston shahrida turaman, G'achli propiska. Shu bir 20 yilga yaqin Rossiyada Volgograd oblastida yashayman. Qaysi shaharda dedingiz? Volgogradda. Volgogradskiy oblast, город Volskiyda turaman. 20 yil bo'ldi o'sha yerda turaman. Uzoq yil yashab tursiz Rossiyada. Аяqda ne ish qilib yurdingiz? Men stroykada ishlayman u yerda. Stроитель. Stroyka shu ishlar postoyan. Uy бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Uy бүлө. Туугандарыңыз жөнүндө айтып берсеңиz. Балдарыңыз барбы? Ayağınız var mı, xatınız var mı? Xotinin bor, o'g'lim bor, qizim bor, 2 farzandim bor. Qizim Turkiyada, Istanbulda переводчикка nimada o'qishda o'qiydi, bu yil bitiradi, xudo xolasa 4 yildan beri. O'g'lim hali maktab o'qiydi, bu yil 17 yoshda o'g'lim bor, 16 yoshda. 17 ga kiradi va qizim 21 yoshda. Cho'ng o'ylab turibdi, o'sib qolishgan, уже xudo xolasa uylantirishga yerga berishga. Endi siz bundan 20 yil stroykada ishlab, yaxshi ақша topdingizmi аяqda? Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Аяqda o'zbeklar da ko'p, o'sha ishlab qoldingizda, qirg'izlar men dag'i, tojiklar men dag'i. O'zbek, qirg'izlar u yerda уже гражданство olib, oilasi bilan yashagan. Men ham bu shu niyatda keldim. Men O'zbekistondan farzandlarimni oldim olib, shu yerda. Men onam asli Ufada tug'ilgan, Rossiya. Tatarka onam. Dadam o'zbek, O'zbekistondan. Men shu 2006-yil kelganman shu Rossiyaga. Shundan beri shu yerda ishlab 4 yil, 5 yilda bir uyga borib kelaman. Tamam. Гражданство-chi qaysi sizniki? Гражданство O'zbekiston, endi Rossiya nima qilgani uchun, гражданство uchun nimaga согласиться qildim. Shu Rossiya гражданство olib, bolalarimni olib kelib o'zim shu yerda Rossiyada yashamoqchiman. Rusiyani bizga kontrakt aytilgan 1 yildan keyin bizga kontraktimiz tugagandan keyin qo'limizga гражданский uy joy nima sharoit qilgan. Siz misалы ошол жерде 2006-жылдан бери жашап, не үчүн гражданство алган жоксуз дейм да, мындан 20 жылдан бери жашап ушул Россияда. Bizda гражданство olishim uchun men
bu yerdan bir o'ris ayolga uylanib zakis qilsam keyin grajdanство olaman. А boshqa joy yo'l yo'qmi? Oldin bor edi, oldin qiziqmaganman. Men urush boshlagandan keyin o'sha dokument problema bo'lib qoldi. Dokument qilish ham qiyin. Nima edi? Ошол согушка катышкан себеби эң башкы ушул гражданство болгон турбайбы, акча эмес. Yaxshi emas. Shu grajdanstvo, shu bola chaqamni olib kelish uchun. Mana birov ishlab olib kelgan yo'q bu yerga. Misol uchun Rossiyani fuqarosi bironta militsiyasi ishlab ketdik urushga borasan degan yo'q. Men o'zim tanish o'rtoqlarim, ukaxonlarim, tanishlarim kelib urushda qatnashib, qaytib borib, grajdanstvo olib, semyasini olib kelib yashab yurib ko'rib, men o'zim borib, o'zim добровольный borib shu grajdanstvo uchun nima qilib yaqin urushga keldim. Siz 1 жыл болду да, бuyakta turganingizga, tutkунга түшүп калганыңызга. 1 yildan o'tdi. 1 жылдан өттү. Обменге мындай сунуштан жок, мындай алмашууга. Yo'q, menga nima qilgan yo'q. 1 yildan o'tdi shu yerda. Boshqa lagerda edim, 4 oy bo'ldi, bu lagerga olib keldim. Согушка барардан мурда siz билген жоксуңуз мындай согуш экенин, мындай абдан мындай катаал экенин, ал жерде адамдар мерт болуп жатканын уктуңуз беле согуш жөнүндө? Yo'q, u narsa har kimning o'zini fikri bor, o'zini hayoli bor, o'zini imiji bor. Insonga men u narsani bilaman, men yoshligimdan 5 klassimdan beri otamdan, onamdan pul so'ramadim. Chiqqanman shkoldan olib, bir-ikki tashga surganman. Soat 3 da turaman, soat 5-6 gacha ishlayman, kelaman, yuguraman, shkolga boraman, o'zimda kisamda ocham bor. Yosh uylandim. 18 yoshimda uylanib, dadali bo'ldim. Men o'zim hozir 40 ga kirdim, qizim 22 yoshda. O'g'lim 17 yoshda. Yosh uylandim. Shu ikkita bola chaqam o'zim o'qimadim. O'qidim 9 klass, maktab bitirdim, tamom institut, nima o'qimadim. Hozir men Xudoga shukr, o'g'limni ham, qizimni ham o'qityapman. Mana qizim Xudo xolasa переводчик bo'lib nimada Turkiyada yuradi. Turkiyadan keladi, o'qiydi. Просто O'zbekistonda ekzamen topshirdi, o'qishni bitirdi. Toshkentga oliygoh institutiga kirdi. Biz Turkiyada ishlab yurdik bu payt. Hozir ayolim ham Turkiyada edi, men ham Turkiyada edim. Keyin qizni o'qishini Turkiyaga perevod qildik, yonimizda bo'lsin deb. Hozir onasi yonida, aynapam bilan Turkiyada 4 yildan beri shu yerda o'qityapman. Har bir kontraktga men 4 yil o'qitganimga 4 ta mashina salonda bizdan bo'lardi, yo 4 ta uy olsam bo'lardi. Chunki o'zim o'qimadim, meni farzandlarim o'qisin, birov qiz bola birovning ne'mati. Men qizim uzatganda ham erta oilasini oldida bunday yurmasin, kallasini egib, oilasi tinch bo'lib yursin deb o'qityapman. O'g'limni ham endi bir maktabni bitirsa, uni ham bir o'qishga, ikkalasi ham Xudoga shukr yaxshi o'qiydi. Эми сизди да ошол акча беребиз деп да азгырышты да, туурабы? Yo'q, акчага umuman nima Ал yo'q. мотивация болгон жок, Chunki men u yerda stroykada ishlayman. Men жетиштүү эле болчу, u yerda Xudoga shukr o'zimni bitta dacham bor. 3 mashinam bor. 2 ta yengil mashinam bor, bitta gazelim bor. Poylaga odam tashiman, boshqa qilaman. Menga yetadi o'zimga. Men bu bergan akchasidan ko'p akcha topaman u yerda. Stroykada ishlayman, boshqa qilaman, poylaga odam tashiman. O'tirmayman. Siz мисалы өзүңүз иштерман турбайсызбы? Өзүңүз пулуңузду өзүңүз таап турабы? Жетиштүү түрдө. Эмне үчүн ошол эле акча эмес, мисалы ошо Өзбекстанга кайткан жоксуз ошол жерде ишиңизди улантыпчы. Эмнеге ошо согушка? Men qanday desam, men 3 yil 2 yilda bir O'zbekiston borsam, bir hafta yursam, bir hafta kasal bo'laman. Men oldin validol ichib yurardim, yuragim siqardi. Men shu Rossiyaga keldim. Yo'q bu narsa. Buni glaznoy davleniya o'zim davleniyam bor. İnson har kimsa menga qulay shu Rossiyada yurish, Rossiyada yashash. Nu kim biladi? Vaqti kelganda qariganimda может borib qolarman. Nu u narsada o'ylamayman. Men shu chunki qanday desam, har xil o'zbek, har xil men Toshkentda tug'ildim. Улица Makarenko Karislar ko'chasi edi. O'ris karis bilan katta bo'lib, men shunday hayotga xizmat. Bizlar o'zbek yig'adi, men bola chaqam deydi, boshqa qiladi, uy qiladi.
Xudoga shukur, O'zbekistonda uyim ham bor, hovlim ham bor, hamma narsam bor. Mendagi biron kamchiligim yo'q. Men qandaydir shu Rossiyaga o'rgandim, men xudo xolasa borgandan keyin onamni olib kelib va polni Rossiyada qolmoqchiman. Menga kelishdi, intervyu berdi. Intervyuga emas, nimaga keldi deb kameraga olaman deb shu yerni organ xodimlari prezidentimdan yordam so'radi dedi. Men aytdim, menga nima kerak prezidentimdan yordam dedi. Kerak emas dedim. Men prezidentimdan yordam so'rasam dedim, men nimaga urushga keldim dedim. Men yosh bola emasman dedim. Men dedim, o'zim kallam, o'zim fikrim bor dedim. Bo'lmasa dedi, отказ aytasan dedim. Nima bo'ladi aytsam dedim, bilmaymiz dedi. Aytaman dedim, yozdi. Men aytdim, shunday Shavkat Mironovdan menga yordami kerak emas. O'zbekchalab ham aytdi, ruschalab ham. Xizmat qildi ketdim. Aytdim nima? Men agar O'zbekistondan yordam so'raydigan bo'lsam, men bu yerga kelib urushga kelmasman. Men uni puli ham, boshqasi ham kerak emas menga. Men shu Allohga shukr, mana Xudo deb yurgan ekanman, ikki farzandni boqib, o'g'irlik qilmadim, birovni aldamadim. Halol mehnatim bilan qiynalib kechasi, vaqti kelib Rossiyaga kelgan payt aldandim ham. Keldim 4 oy 5 oy ishlab, bitta tapchka shorti futbolkada 300 rubl bilan poyezdga minib Palaskadan ketdim, uydan pul olib berib yubordim. Yana qaytib keldim, yana intildim, oylikka keldim, aldandim. Sekin ishlar, vaqti keldi go'sht yedim, vaqti keldi oila quruq dasharak bir sutkada ikkitadan dasharak yeb yurib pul topdim. Lekin Xudoyimga shukr, yo'limni topdim, bola chaqam birovdan kam joy yo'q. O'qishda oliygohda o'qiydi. Hech kim, har kimsa o'qita olmaydi. Har yiliga 1 milliondan rossiyskiga to'lab, yo 10 ming dollar to'lab farzandini o'qishga qurbi yetmaydi. Siz endi hech kim qiynagan joqtur-ku o'sha so'g'ishqa bor debchi. Andan keyin o'zingiz o'z ixtiyoringiz bilan borib tursiz. Men o'z ixtiyorim. Qanday bo'ldi? Kontrakt tuzib o'zingiz uchastkaka borib qo'l qo'ydingiz, to'g'rimi? Men bir oblastda, shu Volgogradskiy oblast, Volskida 10 yildan oshiq yashayman. U yerda uchastkovoy bormi? Nimasi? Birinchi kelib bir pensiyaga chiqqan polkovnikni dachasida qurib, dachasida men besplatni 5 yil o'zim ayolim bo'ladi ishlarimiz. Ishlab shunda tanishdik. Shu yerda ishladim, yurdim, hamma tanish bilish. Odamzodni men til shirin bo'lish kerak. Bir inson bilan hangama qilganda yaxshi gapirish kerak, boshqa qilish kerak. Har narsaning joyi bor. Joy bilan gaplashadi. Bir nima qilganda. Men o'zim shu yerda yurib, menda hamma nomerlar bor, hamma nimani. Keyin hamma o'zim bojam ham keldi. U urushda olamdan o'tdi urushda. O'tgan yili biza dekabrning 24mi 27 shu 20sidan keyin urushda olamdan o'tdi. Men bilan birga uchrashdik-ku. U mendan keyinroqda qoldi, men oldinda edim. Men urushda perzodda nima edim, birinchida bizni nima tashladi, ijtimoiy orqada qoladi, keyin eshitsam ustiga plita tushib, olamdan o'tdi. Işte nima bo'lsa bo'ldi, olamdan o'tdi o'zi. Bojam mendan 6 oy oldin keldi. O'zim bilan birga Volgogradda ishlab yurgan toshkentlik bir bola, u ham mendan 3-4 oy oldin keldi. 3-4 tasi hammasi keladi. Keyin yurdim men ham oktyabrni 2025-yil oktyabrning 16-silab kuni shunday telefon qildim, tanish uchastkovoyga. Telefon qildim, "Alo" dedi, "Я Гена" dedi. "Чё?" dedi. "Я тоже хочу" dedim, bitti. Ну, сейчас я через час к тебе домой подойду dedim. Men 5 etaj domda turaman. Keyin keldi, telefon qildi, "Ha" dedi, chiqdim. "Чё так" dedi. "Я" dedim, "Хочу" dedim. "Гражданство я тоже хочу получить" dedim. Ну, я говорю, "Ты нормально ходишь, ты никого не мешаешь. Я хочу dedim семью привести для этого". "Ладно" dedi. "Завтра" dedi. "Я потом тебе перезвоню" dedi. Keyin biron soatdan keyin telefon qildi. "Завтра" dedi, "такой место иди" dedi. Keyin bordik, bir kabinetga kirdik. Qizlar, ayollar bor ekan. O'sha yerda nima yozdik. Ertasi kuni bordim 9da keldi dedi. Borib polni doktordan o'tkazdi. Analiz. Borib o'tkazdirdi. Keyin aytib позвонил, 2 kundan keyin telefon qildi. Analizlar yaxshi. "Sami позвоним" dedi, keyin ketishini oldi. Keyin telefon qildi, orada bankomatga borib yana kerakli blankalarni to'ldirdim. Keyin yurdim, ishlab yuraverdim. O'zlari telefon qildi. "В этот день пойдешь" dedi.
chiqdim keldim. Анан учебкага жибериштиби сизди? Ha? Учебкага бардыңызбы анан? Ha, uchopka dedi. Кайсы жерде болду учебка? Кайсы? Mana Volgoroddan sразу nimaga olib keldi? Donetskga. Donetskga olib keldi. Bir nimaga bir joyda 3 kun turdik. Keyin Chaska bordik. Chasda ozgina bo'ldim. Keyin men uchopkaga olib bordim. Shu otlarni bilmayman. Shu Donetskdan bir 40 minutlik yo'lda Yamarkada bir o'zim olib bordim. 17 kun uchopkada bo'ldim. Uchopkadan chiqdim, yana qaytib Chaska keldim. Chasda bir haftadan keyin chiqdim. Bu 3-bezimdi, 3-chiqish. Эмне кылып үйрөтүштү? Бизден көрөштү. Мылтык кармагандай мындай. Otishma o'rgatishdi. Miltiq bilan g'ijallashni o'rgatishdi, qanday yurishni o'rgatishdi. Жетиштүү эле болдубу сиз үчүн? Ha? Үйрөндүңүзбү өзүңүз? Men u otishdi, yoshligimdan bilaman, men ter bor-ku. Shkola o'qiganda bozor borsam ter otaman. Otishda Көзүңүз өзүңүз жакшы көрбөйт деп атпайсызбы, проблема бар? yo'q, men davlenam bu ochki taqib, hozirlar kitob o'qisam, уже qig'irashadi nima qiladi. Atak bunday damni yaxshi ko'raman. Анан эмне болду 17 күндөн кийин? Согушка жиберди да, фронтко. Yo'q, qaytib Chaska keldim. Chaska kelgandan keyin oradan 5-6 kun o'tgandan keyin urushga jo'nadim. Каяка жөнөтүштү? Kuraxova degan joyga. Olib keldi, biz bilmayman, kechqurun olib keldi, bir nimaga tushdik. Anaqaga, bir poselka, yiqilgan poselka, keyin через лесопарасетga 10 kilometr peshkom ketdik. 10 kilometr peshkom ketdik. 6 kishi edik, 4 o'zbek, bir Qozog'istondan, bittasi shu Rossiyalik edi. Bordik, aytilgan joyga yetib borolmadik. 2 odamni yo'qotdik, yo'q bo'ldi. 3 ta ranini qaytarib keldim. Keldim, yana 3-4 kun yurdim, yana chiqdim. 5 kishi yo'q. Ikkitasi atkaz yozdi, qaytib ketdi. Keyin 3 kishi bilan bordim, yana bittasini yo'qotdim. Bittasini o'sha yerda kutdim, yana odam jo'natdi. Keyin oxiri kirib bordik, aytilgan joyga, Polni shaharni oldik. Keyin 4-yanvar kuni bizni qaytardi. Bizga qaytardi 4-yanvar kuni, bir oydan oshiq bo'ldi. 4-yanvar kuni qaytdik. Keldik Chaska. Biz urush qilganlarni videoga olgan ekan. Keyin bizga ertasi kuni 9 da благодарство, keyin qanaqadir ordermi bir bala dedi, men tushunmayman. Senga dedi, televizorga chiqasan dedi. Men aytdim, bormayman, starshi borsin dedi, men yoqtirmayman dedi, televizorga chiqishni. Поздравлять qildim. Men уже televizorga chiqarib o'tdi, kesam Chaska sen ko'rsatdi dedi, qanday nima qilganlaringni. Bir ikkita domlarni yiqitganman. Shularni ko'rsatdi. Ko'rsatyapti dedi, kechqurun. Men aytdim, o'zim yiqitganman, nima qilaman, televizorga olib ko'rdi. Endi urushda har nima bo'ladi. Ko'rdik, o'liklarni ham ustidan yurdik. Endi peshonangizga yozilgan Allohim mana yozibdi, mana tirik sog' salomatman. Kimdir keldi, tirik oyog'i yo'q bitta. Kimdir qo'li yo'q, kimdir bir joyi og'riydi. Mana shu 15-yanvarda qaytib urushga qaytardi meni. 10 kunday bo'ldim damda, urushga qaytardi. 18-da qo'lga tushdim, faqat men qo'lim kuydi. Qo'lim bilan qo'lim kuydi. Blindajda bizda gaz bilan, olovlar bilan, birinchi granata otib, hozir bir ikkita askolkalari bormaydi, bu yerdagidan chiqardim. Qo'lim yondi, shu nima qilmadik, biz 5 kishi edik, bir tojikistonlik, bir shu o'zbekistonlik bor edi. U nimada yarador bo'ldi, qaytardik. Bo'ynidan askolka tegib, kirgan kunimiz bitta tojikistonlik olamni o'tdi, uni oyog'iga nima tushdi. Biz 3 kishi qo'lga tushdik. 18-nima kuni, yanvar kuni. Ошол канчасында январда, 2025-жылы. 2025-yanvar. Ошондо bir жылдан ашык туткунда турбайсыз да? Biz keldik, 4-lagerda edik, boshqa lagerda edik. Bu yerga bir to'ra bo'ldi. İçimizde bitta yosh bor edi, 25 yoshgacha admin bo'lganlar bittasi ketdi. Keyin katta adminda 200 ta edi. 83-yil bizni ham starshi edi bizdan. Bu ham ketdi, bitta men qoldim. Өзүңүз жалгыз калган сурайсызбы bu жакта? Эмне силерди төмөдө обмен кылбай атат? Обмен qilyapti, men o'tgan obmenlarda biz bilan qirg'iz bor edi, ikkita. Qirg'izistonlik, yosh yo'q, tez yoshli. Ularni obmen qildi.
endi bilmayman, sekin orada obmen bo'la turgandi. Hozir bizda yo'q, bizda hammamizni inostaristlarni bu yerga yig'yapti. Nima uchun yig'yapti? Unisini biz bilmaymiz, biz yo'q. Bu yoqda sharti qanday? Yaxshimi? Jag'ib o'tami sharti? Shart hamma joyda bir xil. Inson o'ziga bog'liq. Har inson bir inson oyoq qo'ya turganda nima uchun qo'ya turganini bilish kerak. Bir so'z gapirganda birovga nima deya turganini bilish kerak. O'zini любой odam yaxshi tutsa, men misol uchun shuncha bir yildan oshiq yurdim, birontasi kelib menga nimaga bunday qilyapsan, nimaga so'kkan yo'q. Men o'zim mana shu narsani mana shu yerga qo'ysam, nima uchun qo'ya turganimni bilaman. Har inson o'zi aybdor bo'ladi. Vaqti keladi, shu yerda gapirmash kerak. Vaqti keladi, bu yerda mana shu ishni qilmash kerak. Bu yerda bir xil bular yosh, ko'p pulga qiziqib kelgan, kimni ko'rsangiz zonadan kelgan, kimdir majbur ushlab jo'natgan, kimdir har inson bor, kimdir o'zi kelgan, hamma o'zi uchun. Bu yerda menga birov azob bergan yo'q. Menga hech kim u yoqda ham, bu yerda ham azob bergan yo'q. Vaqti soat keladi, bir kamchiligi bo'ladi, u kamchilik hamma joyda bor. Любой joyda kamchilik bor. U nima qiladi? Siz endi so'g'ishga qatnashib, tutqunga tushib, o'shandan keyin ko'p azoblarni boshingizdan o'tkardingiz. O'kinasizmi, yo o'kinmaysizmi? Men hech narsa o'kinmaysizmi? men o'kinmayman hech narsada. Mana abbiylar bo'ladi, odamlar menday grustni o'tiradi. Men odam kelsa men xursand bo'laman. Men Allohimdan bir necha marta xursand bo'lganim, men tirik oyoq qo'lim butun bu yerda o'tirganim. Yo'q, endi uy bulangizni ko'rgan jo'qsiz-da. Yo'q, uy bularimni ko'rgan. Balans tag'in o'tasiz, o'sha uchun o'kinmaysizmi? Yo'q, o'kinasiz, u qanday desam, lishni har inson yotganda men ham bola chaqamni sog'inaman, ko'rgim keladi. Men shu telefon tusholmayapman, hech bo'lmasa menga rasmini jo'natsa, menga pasilka kelgan yo'q, bir yildan o'tdi. Men telefon qila olyapman. Bitta narsadan xursandman. Bir ukam bor, родной emas, u qarindosh. O'sha Volgogradda Rossiya гражданlik farzandi bor, xuddi aka-ukada. O'shanga xat jo'natdim, nomerini jo'natgan. Uydagilarga ayt, uydagilar bilan nimada? Xuddi jigar doshim Ulug'bek, mengining Ulug'bek. O'shanga rahmat. O'shanga xat jo'natib, nima qildim? Yangam bilan bolalarga ayt. Bu dafa ham har doim shuni adresiga xat jo'nataman. Menga unga Ulug'bekka aytmoqchiman, iltimos, menga narsa jo'natgani kerak emas. Men Xudo kuch-quvvat bersa to'g'ri, menga shu qizimni, o'g'limni, xotinimni rasmini jo'natsa, menga nomerlar berganman, bu yerda Avazbek degan bir ukaxonimiz bor. O'sha uydagilar pasilka jo'natadi. O'sha men bilan xuddi aka-uka tutinishdik. O'shanga pasilka kelgan payti bir to'ram bitta konfet kelsa, yarmini men yeyman, yarmini u yeydi. Aka-ukadaymiz. Sigaret keladi, bundan olib ish qilib kunimizni bir baroq ko'ryapmiz bu yerda. Men shu bitta nima, shu bolalarim shu Avazbekka nomerini bergan ayolni, Ulug'bekka yozib jo'natgan, shunga rasm tashlab bersa, u pasilkasi bilan rasm jo'natadi. O'sha menga boshqa Xudo nasib qilsa menga gapirishdi boshida bir yerda turganimizda tergov nimalari, organlari. Sen dedi, o'zinikini almashtiradi, o'risida dedi, seni almashtirmaydi. Nima qilasan, unday bunday deb. Shunaqa gaplar bo'ldi. Nima aytdim, sen mana dedim, 1 yil ishlarsan dedim, 2 yil ishlarsan dedim. Butun umr ishlab o'tira olmaysan-ku. Mana bir kun almashtirasan dedim. Menda har xil narsa dedim. Bitta Allohdan qo'rqaman. Hech qachon bandasidan qo'rqmayman. Qo'lidan kelsa shu organ odamlarimiz qo'lidan kelsa otsin peshonamni. Men hech narsadan qo'rqmayman. Bitta Allohdan ko'rsam farzand. Yana bir narsadan qo'rqaman, bir inson siz bilan suhbat qilganimda, agar men siz bilan yaxshi muomala qilsam, siz bilan yaxshi bo'lib ketaman, sizga so'kinib gapirsam, siz mendan baquvvat bo'lsangiz, bir urib bir yerimni ayib qilishingiz mumkin. Siz Fulonjo Mirzo aytib o'tmaysizmi, Xudoy Alloh debchi? Siz o'zingiz musulmon qator esepdeb turmaysizmi? Alhamdulillah musulmon. Orozada qarab o'tasizmi? O'roza tutdim. 4 kun tutdim. O'roza edi og'zim. Orozangiz qabul bo'lsin. Siz ham boshida o'kingan jo'qmi deb o'tmaysizmi, so'g'ishga borgangacha? O'kingan jo'qmi deb o'tasizda? Yo'q. Andan keyin biroq o'sha so'g'ishda odamlar mert bo'ladi, sizda o'sha multiq bilan boshqa mamlakatga kirib boratasiz. Emet o'tasiz. Bu kuni qator eseptilinmaydi islomda, sizning davomingizda. Siz qanday o'ylaysiz? Nima bu? Har inson qanday desam sizga, qanday tushuntirsam?
u siz aytganingiz odamlarni o'ldirish uchun nima qilib bording? Bu narsa gunohga hisoblanmasa kerak. Har inson shu narsaga muhtoj. Men shu oilam bilan hozir hayot shunga majbur qiladi. Hayot kim qanday nima qilsa oilasini boqib, nima qilib o'zini nima qilishi kerak. Yo'q, men shu urushga bormasdan, bu yerda o'g'irlik qilib bolalarimni boqsam, bu вообще menda nima? Men halol pokda men urushga borgan bo'lsam ham, men pasportim bor, men bolalarim men na o'g'irlik qilganman, na boshqa qilganman. Birovning narsasini so'ramay olmaganman shu yoshimga kelib. Birovga muhtoj bo'lib qarz olmaganman. Men qiynalib, undan ko'ra boryapman, vaqti kelganda odamlar tualetini tozalaganman. Va hech narsani yoshirmayman. Pul uchun borganman shu bola-chaqamni boqay. Kechqurunlar kunduzi stroykaga tushib, kechqurun borib nima yuk yuklaganman siqiladi. Demak, al adal emgakda, al adal emgak turab, adal emgak arqылы pul topdingiz. Endi so'g'ishga borib turib pul topgan turabı, turib emasmi deb aytganda? U narsani men bilmadim. Men bu shu urushga borib, men chista shu hujjatni olib, oilamni oldimga olib kelib, oilam bilan birga yashamoqchiman. Men bolalarim qanday katta bo'lganini ko'rganman. Men bolalarim kichkinaligidan men chetdaman, 3-4 yilda bir ko'raman borib. Bolalarim o'sha katta bo'yim bilan barobar bo'ldi. Mana endi o'sha men ham 40 dan o'tdim, misol uchun yana ishlarman bir 10 yil. Bir 10 yildan keyin men ham kuch-quvvatim qolmay, chunki bolalarim yonimda bo'lsin deb men. Siz endi tug'anlaringiz ko'rib qolishi mumkin, o'shalarga ne deb aytadingiz hozir? Oxirgi so'zingizni aytib qo'ysangiz. Tug'anlaringizga avvalama birinchi men dadam bilmaydi bu yerdaligimni. Onam bilmaydi. Ayolim, akam biladi, boshqa odam. Dadam sahar insult davlenasi bor. Shu ko'p endi misol uchun aka-ukalarim ko'rsatmaydi baribir dadamga. Men birinchi urushga ketgandan keyin, chiqqanimdan keyin oradan 1,5 oy o'tgandan keyin shu yoqqa bordim, Svязga ayolim chiqdi. Dadam so'rayapti sizni dedi. Siz ishda deb aytdik dedi. Men bordim, soqolim, sochimni sipatuz, parixmaxirga nima qilib, grajdanskiy kiyim kiyib, chastdan chiqib, dadamga telefon qildim. Dada, men shunday bir chetda ishlayapman. Stroykada u yerda Svяз yo'q. Bir oy, 2 oyda bir kelaman shaharga, Damoshga kelganda telefon qilaman, tinchman. Men sog' salomat yuribman dedim. Meni dadam, onam, oilam bilmaydi men bu yerda. Men faqat o'g'lim, qizim, ayolim, meni родной bratim bor Moskvada ishlaydi. O'sha biladi, boshqa hech kim bilmaydi meni. Misol Rossiyaga qaytib kelsangiz, обмен qilib, qayra o'shol гражданство olish uchun dag'i bir jol so'g'ishga bor desa borasizmi? Men kontrakt tuzganman, kontraktim tugadi men уже. Agarda yo'q dag'i bir jol bor desachi? Yo'q, bormayman. Bormaysiz, nega? Bo'ldi, men kontrakt tuzganman, men добиваться qilaman shu narsaga. Torcha, men birovga haqqimni qoldirmayman bunda. Men shundayman. Qildimmi, birov ishimni qildimmi, halol bo'ldi. Xudoga shukr, boraman, qilganman odamlarni uyda, prokurorlar uyda ishlarni boshqasini ham men ham yozib nima qilaman. Biz men dogovor qilgan, qo'l qo'yganman, 6-7 ta varaq qilib, nimaga kopiyalarigacha uyda olib qo'yganman, hozir uyda turibdi Rossiyada. Boraman, men ham yozaman kerakli joyga. Qonun hamma uchun barobar. Важно понимать, в Узбекистане за наемничество можно получить длительный тюремный срок. Но даже без этого цена оказывается намного выше. Жизнь, здоровье, свобода, связь с родными и будущее.